xursandligimdan birinchi marta oзвучка qilyapman. O'xshaydimi yo'qmi bilmayman. Qizlar qaranglar, Dayzver kapsulalari keldi. 100 mingdan sotilgan buni. Hamma xursand bo'lib olgan. Lekin hozirda undan ham battar xursand bo'lsanglar bo'ladi. 65 ming so'mdan qizlar pichog'im ham o'tmayapti bu gaplarni eshitib. Pichoqlarim qimir mana bunaqa bukilib ketyapti. Qaranglar, Dayzver kapsulalari gipoallergen. Bolalar uchun ishlatsanglar ham bo'ladi. Mazza qilib ishlatasizlar. Hidlari juda ham yoqimli, lavanda hidi. Hidi o'tkir emas. Qaranglar. Olyapman, mana sovyapman. Mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi-da, bolalar uchun umuman zarari yo'q. Juda ham barakali. Har bitta paketda 40 tadan bo'ladi kapsula. Bakteriyalarni o'ldirib beradi. Eng muhim narsa jihatidan bittasi bakteriyalarni yo'q qiladi. Nemetskiy texnologiya. O'zimni bolalarim uchun, o'zimni oilam uchun ravo ko'rganlarim albatta sizlarga ham ilingim keldi. Juda ham kapsulani kачествоsi zo'r. O'shaning uchun qayta olib keldim, bilasizlar. Mazza qilib bundan foydalanib olinglar. Albatta rahmat deysizlar inshaalloh.